Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda hunarmandchilikni rivojlantirish, ayniqsa xotin-qizlarning tadbirkorlik salohiyatini namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bu esa mahalliy mahsulotlarni nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro miqyosda ham tanitishga xizmat qilmoqda. Navbatdagi lavhamizda o'z mehnati, tashabbusi va san'atga bo'lgan muhabbati bilan yuzlab ayollarga ilhom bag'ishlayotgan hunarmand ayol haqida so'z boradi. Loyga shakl berish ko'pchilik uchun oddiy hunar, ammo Dilnoza opa uchun bu san'at. Yasalgan har bir buyum uning ichki dunyosidan, qalbidan bir parcha. Kulolchilik sirlarini u qizaloqligidayoq buvisidan o'rgangan. O'shanda ustaxona uning uchun bir mo'jiza makoni edi. Buvimning qo'l harakatlarini uzoq kuzatardim. Loy qanday jonlanishini hayrat bilan tomosha qilardim, deydi lavhamiz qahramoni. Bu hunarga kirib kelishimiz 10 yoshimdan boshlab hushtak o'yinchoqlar yasashga qiziqqanman. Hushtak o'yinchoqlarni ammamdan o'rganganman. Bu hushtak o'yinchoqlar o'zini bir ko'rinishi, uni funksional jihatlari bilan o'ziga tortgan meni. San'at bu faqat muzeylarda emas, yurakda yashaydi. Har bir ayol yaratishga qodir, deydi Dilnoza opa. U yaratgan buyumlar xorijiy ko'rgazmalarda namoyish etilgan, ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lgan. Ammo uning uchun eng katta mukofot bu hunari orqali boshqalarning hayotida iz qoldirish. Hunarmand tomonidan tayyorlangan mahsulotlar nafaqat o'zimizda xaridorgir, balki chet mamlakatlarga ham eksport qilinmoqda. Italiya davlati eng katta o'sha buyurtmani bergan. Aynan bizni kulolchilik buyumlarimizni, idishlarimizni ular restoranida buyurtma qilgan. Shu kabi biz 40 ga yaqin davlatlar bilan o'sha eksportni yo'lga qo'yganmiz. Yurtimizda fuqarolarning, ayniqsa hunarmand xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shu bois ayol tadbirkorlar safi ortyapti. Hunarmand uyushmasidan ro'yxatdan o'tgan shogirdlarga beriladigan yana bitta imtiyozlardan bittasi bular o'sha Vazirlar Mahkamasi 158 qaroriga asosan sud olish huquqiga ega, ya'ni asbob uskuna yoki bo'lmasa o'zini yo'nalishdan kelib chiqib o'sha ma'lum bir muddatda pulni qaytarib berish evaziga boshqa o'zining xarajatlari uchun o'sha kambag'al jamg'armasi hisobidan sud olishi mumkin. Masalan, berilgan imtiyozdan o'z o'rnida foydalansa, bu birinchi navbatda o'sha bizani o'sha hozirgi respublikada olib borilayotgan o'sha ishsiz toifadagi aholining bandligini ta'minlashga ko'maklashiladi. Milliy hunarmandchilik xalq badiiy va amaliy san'atini rivojlantirish, soha vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilayotganligi hunarli ayollarimizni yanada yangi marralarga yetaklaydi albatta. Hunarmandlarni e'zozlash, ularga har tomonlama ko'mak berish, yoshlarni hunarmandchilikka jalb qilish tizimini takomillashtirish borasida ko'plab islohotlar davom etmoqda. Diyora G'aniyeva, Oybek Mahkamov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.